Yürü, onun kaşığı barayla. He? Esfer ağine, kızlar da saklap gitti. Çapsan barayla, ha? Yürü Allah. Hay, saat neçe oldu? Ulan hacı gelmeydi. Şunu deymen tek hiç gelmeydi o. Hay, ana, ulan geldi, ha? Hey! Ana getirsin la o. Şu ana kızını kızlattın la. Kızcaklar, keçirinler. Sizlerni bek sakıltı ettik, ha? Şu ana kopaldırak yasanlar bulmasın. Sizler bilen körüşke aldırak çeçimim tarmayı çıkansın. Çeçinizni tarımısınız mı? Şundak çıraylık durmansınız, ha? Hey, ili, dokulatını yiyip buldun mu? Nime? Ekle kör bakay. Kara. Oo. Eleymiş bu Türkçesi bilen muhabbet kıt yazsa vayıga yetkizip gider. Kızlar, biz boyun bir işqa tutuş kılıvatımız. Biznim ondaq boş çağlamam. Men usul mektebide okuvatkan çağımda bir ketim imtihandı muallim mendin. Senet degen nime dep soradı. Men onunğa senet degen en yeni, en sap hava. Adam bu havadan nefes alsa tenler yayrap gididu dep cevap begendim. O bana 100 numar koydu. Söyümlük münevver. Eğer ben okutçu bolgan bolsam bu cevabınızga 50 numara koygan bolatdı. Kalan 50 numarını izlediki emniyetiniz qarab andın koygan bolatdı. Xudaga şükür helimsizlik okutkuç uçurap kalmadı men bolmasa mektep bitiremezken men. Biz Rasul'un tövenge oyun koyup baramdık. Aynı çağdaki dolarlıklarga okşaş. Yezlerde oyun koyumuz mu? Bu pek yaxşı boğadak. Aynı çağdaki dolarlıklar yurt mu yurt kezip, amma için çoğunkur çöküp bulağı oyun koyup degen. Ne mi diga yaxşı? Bulanın annesi doklatqı yızıqlıq. Biz hazırlı berip, başlık bilen görüşeyli. Bu gepke sizler özara məsləhətləşib, tövəng düşüb, oyun koyup gelmekçi bopsizlar. Biz teki öməkni bir yıllık kötüre anmakçı boluvatımız. Mondaq dağlar, sizler teki öməkni bir yıllık kötürəge almakçı boluvatımız. Boladı, otururlar. Koşular mı? Biroq biz çoğun tipdeki bir operani repet qilmoqchi boluvatımız. Rejissorni təklif qilib bolduq. O baytin kaptigan uning bilan ko'rishdim. O nayt tajribali, qobiliyatli rejissor ekan, tushundinglarmi? Men tehi rasxod to'g'riliq yuqurg'imi iltimos qilib qo'ydim. Bu o'yin uzun qolmay. Xalq teatrxonasida omma bilan yuz ko'rishidi. İşlerimiz o'ngishli bo'lib qolsa, chet ellarga berib chiqamiz. Yaxshi. Pek yaxshi bo'pti. Agar chet elga chiqib qolsak, nurg'un pul topqili bo'ladi. U chaqda men sizlarni chet elda rosa o'ynatib kelaman. Qanday? Öməkimizden, bu çoğun teatrın tayarlığıdək sırayıcı bolsun. Gep qıla. Başla. Bu xil çoğun tipki operani oynaş üçün tövenge düşüp, turmuş ögülüp gelişimiz gerek de. Başlıq. Biz tövenge düşüp turmuş ögünümüz davatımız. Bu degen yaxşı iş. Biz bizne konuşmamız gerek. Öməkimizde adamlar köp, bir neçimiz kan bop qalğanğa hiç nasip olmaz. Başlıq. Biz eğer tövenge düşüp çeniqmaydigan bolsak, öz kesbimizde qandaqmı ustuq qazanalayız. İşinizni qılın, ha? Qadirlik başlayaq. Bizga bir ruxsat qilsangiz. Men öməkni doim qo'shin churun ileversem bir ömür o'linamaydigan o'xshayman. Ne bilen davatken dolqon. Ağılsam senin kız dostun barken, o tek gizitxanıda muxbirken o. Bilmeydigan o'xshaysiz. Men onundan ayrılıp ketgili bir yıl bo'ldi. Ayrılıp ketdim, nimcha ayrılıp ketdim. Öy bo'lmag'achqa, pul bo'lmag'achqa. Bikarda pul yo'q, ayrılıp ketdi. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Sen texey yoshi qo, ha? Meni yosh dedingizmi? Men bu yil 31 yoshga kirib, bir oylik ochdim. Bo'ldi. Öz gipimizga kelayli. Sizlar hammanglar rayonimizdagi birinchi darajalik artistlar. Sizlar tövang tushib o'yin qo'ymiz deb sarson bo'lib yursanglar muvofiq emas. Başlıq. Bu nima deganingiz? Yeningizdagi talant usul artisti Asqarni ko'midingizmi? O bizga asrat qilsa bo'ladi. İşençiniz ba. Onun ustiga tövenge tushsak, pul topa olaymiz. To'g'ri. Topa olaymiz. Vaqtirashmanglar. O'tiringlar. Gulnar, bu yoqqa. Dadingiz tekshirishdan yenib keldimi? Pul so'rab, iltimos yezib qo'ygandi. Men uyga qaytmag'ili necha kunlar bo'ldi. Başlık. Biz her yili devletin pul ileyi versek olmaydı da.
Biz ömegimizni tashkillab tövellarda o'yin qo'yib pul topsak o'zimizni baqalaymiz, ömekdan pul topshira olamiz. Ya'ni texnik davlatga yuk bo'lib olmaymiz, bizga ruxsat qiling boshliq. Sizlar meni yuzini dapda qilib yuqurdim pul so'rash amroq deb o'ylamsizlar. Ems qanday qilamiz? Qahvaxona, tansiqxona, kino, televizorlar bizni tomoshabinlarimizni tortib oldi. O'yin qo'ysak hech kim ko'misa, men qaysi pul bilan sening maoshinglarni taqdiman. Albatta, yoshlar yengillikka intiladi. Balkim sening deganinglarmi to'g'ridir. Ko'taraylish ishiga kelsak, bu-mu to'g'rida qiladi. Men fikringlarga qo'shildim. Men qo'ydilarim qo'sla. Men degan o'mak boshlig'i. Bilishinglar kerakki, men sizlar bilan o'lchamlik to'xtam tuzuman. Albatta to'xtam tuzimiz. Siyosat bo'yicha o'mak bilan iqtisodiy to'xtam tuzimiz. Bo'ladi. Hammamizdan ittifoqligimiz uchun, muvaffaqiyat qozonishimiz uchun, yana baxtli bo'lishimiz uchun. Ko'taraylik! Qani, ilola. Hey, ko'porma. Hey, ketiraylik. Ali, Ben siz bilan bir necha. Oo. Aldırmam. Ali, bu yoqqa kel. Rahmat. Yura. Yura. Qani chala. Şimdi belki bu qetimki o'yinimiz cho'qim muvaffaqiyatli bo'ladi. Qani xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men pividan 4 botilka beringlar. Mana. Hay. O qizga kiyim kiyib olgan taqir bosh bola, hiliq kinodagi Mehmet shumi? To'g'ri, dal o'zi. Afer qilashdi. Televizorda deb o'ynab chiqqan shu bu. To'g'ri, topdingiz. Shunda qizchaqlar, men bu televiziya teatrida ro'laga biz degan alaydi mehmonlar kim bor? Biz hadi yezaga o'yin qo'yish uchun maqsad. Pulimizni bor, shu ki. Xon qizlar, bizga shunda qovurmalarni olib chiqqanda bahada ancha-muncha e'tibor qo'yapti. Rahmat. Bir kishi pulini ortib beramiz. Rahmat. Rahmat. Mana bering. Qaranglar. Ana, mening hunurim bo'ladi ekan. Bo'ladi, bir pulini to'g'rilgan bo'ldi. Yaxshi. Hey, kelin, qop, sen Juma. Bayağı küçük kızga gap qilganda ko'zlaring o'ynab ketdi. Ishqala burilib tanishapsanlar. Qizlar, mening bu bir jup sehrli ko'zimga qarsla, menga taslim bo'lmay qolmaydi. Mana bu mening birdan bir alaydiga. Mana tamoq keldi. Hey, Ali, bu yoqqa. Mana. Ola. Hey, aldırma. Pul yetemdi, yetmemdi. Buradarlar. Pul degan mana. Bugün mesleğini mehmon qilay. Ning kerak bo'lsa davrillar. Qo'limizdan yana bir ishkini buyurtaylik. Tashkamning puli ko'p bo'lgandan keyin nima qilaylik? Bu 2 yilning yaqin tafovutini yaxshi o'xshamamdi. Ha, emas. Qani o'tir. Kerak. Ben 8 karar milli müzik ögünüş kursu açtım. Dastlabki qarorda aram 1dan 2gacha bola bor. Keyin 20dan 30gacha ko'paydi. Bu holatni ko'rib ben qo'shib ketdim. Ular uy chaldingizmi?
Elbette, ben 2 yıldan beri bir gün bakmadım. Okuvchilarimning ichida shunday aqlli 2 bola bo'lgan. Ularning biri teki Beijing san'at maktabiga imtihon berib o'tdi. Qaranglar, bu bola aran 12 yoshga kirdi. Buni men yangidan qabul qildim. Uning ismi Hasan. Chaqmoq usulni shunday yaxshi o'ynaydi. Agar Hasanni umiginglarga qo'shib oldigan bo'lsanglar, tapovitinglar hasilab oshidi. Kela Hasan, ularga bir o'ynab bergin-a. Ma'qul. Yaxshi o'yin. Voy. Men qamashtirib etganman. Pek yaxshi o'yinding. Qaytgansan juma. Agar umiginglarga odam kerak bo'lsa, men bilan Hasanni qo'shib olgan bo'lsanglar. Sizlar yezlarda o'yin qo'ysanglar, mening alohida mahoratim bor. Men do'lan avlodi. Men mashrab naqshlarini yaxshi aytaman. Dadamning ismi Ahmet. Ahmet degan bu odam o'z vaqtidagi do'lan san'atkorlarining ustozi ekan. Men xili burunli bovamdan bu hurmatga sazovor ustozning ism sharifini anglagan. Tashakka, siz asli uning o'g'li ekansiz-da. Biz cho'qim yuqoriga iltimos sunib, sizni bizning umigimizga qatnashtiramiz. To'g'ri. Tashakka, men sizni tabriklayman. Ishonmanki sizning vakilligingizda do'lan naqsh usullari cho'qim Bizning do'lan o'yin qo'yish atirtimizni yo'l ko'rsatish nurliq chirig bo'lib qoldi. Hey, Asqar. Bu melodiya bo'ladi-ki. Qarab boqay. Oppa, kechakni. Gap anla. Sen bilan o'ynayman. Ma'qul. Hey. Harvaydashni bilamsan? Mening ismim Hay emas, Ablajon. Ablajon, Harvaydashni bilamsan? Albatta bilaman. Sen shaharlikmi? Nima qila olaysan? Men naqsh ayta olmayman, usul o'ynay olmayman. Ber o'tir. Ken. Ber o'tir. Cho'ngana, ber o'tir. Astrak. Biz avtonom rayondan kelgan o'yin qo'yish atirdi. Sizlarning muzikanglarni anglab boqaylik degandik. Biz talangan nomerlarni tayyorlab, keng xalq omasiga o'yin qo'yib beramiz.
Şundak. Çoğ ana, sizle qaysı kentdin, ha? Oh. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ben intayin yirakta oluq kenetden geldim. Taң atmasılı yolga çıqqandım. Ben yani işigimni oram aldırmasam olmaydı. Keşke yani öyge qaytaman. Keşke yolga çıksam ət gün çıqqanda ora yetip baralayman. Şuncha olajraqma. Sen bek yomon kelsaydimi? Şöpkön bek chiroyliqkan. Buni atrof boshlig'i loyilatmagan. Sen uyingga berib mushunda shapka kiyib ol. Qanaqdir? Haqiqiy muqam degan mana shu. Buni biz darhol notiq el bilishimiz kerak. Har biringlar birdan odamga qaranglar. Diqqat qilinglar. Agar to'liq notiq olmaydigan bo'lsanglar mendan azminglarni aytsin. O ayolning yolg'iz chiqish muzikasini sen notiq qilib ol. Ma'qul. Hey, o ayolni qo'rqitib yotdingizmi nima? Ular davomlashtiraversin. Davomlashtiringlar. Opa ketardi. Nima, siz menga deganda sirkilib ketishdan qo'rqmamdigan. O ayol g'ejekni bek yaxshi chaldi ekan. Biroq uning yeshi bek cho'nkan emasmi? Yo'q, agar heliqi bola uning o'g'li bo'lib qolsa, uning yeshi ko'p bo'lgan 25-26 ladi bor. Nayt yaxshi o'yindinglar. Bu zalni bek chiroyli topsizlar. Rahmat. Haqiqatan chiroyli hisobsizlar. Bu zalni texi o'tgan yili soldik. Bizning bu yerdagi odamlar yilda berib ketyotdi. Bu zalda har kuni degidek kino qo'yildi. Yana texi doim degidek teatrmi o'ynaldi. Natijasi bek yaxshi bo'ldi. Shundoq, bek yaxshi bo'ldi. Ularning hammasi tomoshabinlar yoqtirib ko'radigan san'at numurlari. To'g'ri aytdingiz. Buningga yana bizning hozirgi zamon naqsh usullarini qo'shadigan bo'lsak, bu chaqda bizning bu o'yin qo'yish atratidagilar sehri cheksiz yangi do'lan san'atkorlar bo'lib qolamiz. To'g'ri, yangi do'lan san'atkor bo'lib qolamiz. Shunda biz janubning butun yezi qishloqlarini aylanib shu yerdagi yosh qiyri qiz yigitlarning qizg'in olqishiga erishimiz. Yaxshi bo'ldi. Bugün hava limitine uçuyor. Hey, gipimi alala. Bo'ldi, instaglan amala. Ziba. Ha? Siz sen bilan bir yatak setib. Mana. Ma'qul. Atrof boshlig'i, men degan o'g'il bola tursam. Adam bilan bir yatak yatsang, o sening kirqatlaringni sutaman-da. Bo'linglar. Hammasi degidek ikki qizlik o'ylar ekan. Toza qo'yim bor ekan. Bu yana sharoitga shaharnikiga yetish olaylik deb turibdi. Yaxshi. Qarang. Ikkimiz qachonmi bir uyda turamiz. İşimizni qiling, ha. U yer o'yin qo'ydigan yerga yaqin tursa, bu yerga kim nima ish qilamiz? Hech tushunamadim. Pul topgandan merini chaqmamdoq nemishki bundaq iqtiboslarni qilib ketdiniz. Agar men asqarim demagan bo'lsam, bu yerga hargizmi kamigan bo'lardim. Hey, qo'y keldi. Bu qo'ylarni nechidan olding? Bu qo'yning har birisi 100 qo'y ekan to'q. Men qo'y sotadigan odam bilan do'st bo'lib qoldim. Shunga menga 80 qo'yga tushirib berdi. Bugun kechda bu qo'yni bo'g'izlab kel, ha? Bo'ladi. Sen asli xo'jalik bo'limining boshlig'i bo'lsang bo'pti ekan.
Bola demse, bu koylarını apırıp yeyli. Köpçülük oyunu yaxşı koyduğumuzda, üç günde başında bir koy yeyimiz. İki kunda qandaqmı bir qo'yni yap o'g'lim shuni deyman. Xotirjam bo'lo, men Halil Dolqun ikimiz bir o'ltirishimizda bir qo'yni yeb deylaymiz. To'g'ri. Samirib yo'lmi ma'may qilamiz, ha? Şaxtına kapı bu. Qanchasini aldın? Tam uzunluq telefon kapta çapsan bak. Qanchasini aldın? Nereden kelek? Ağıyla, sizler gideceğim. Bu bir söz şaptığını aran 3 koy 3 moğa aldı. Oh. Sen qanday o'ytirsa, bu yerda beshingizni shu qiltiribsiz-ku. Xuddi Jihanning o'zimi Bu ko'p. hamma narahatlanib qoldim. Asqar, lekin qanday kun bilamsiz? Men 25 ta. Ha, men degan jiq. Elam. Ayting, bugun qanday kun? Degan sizning tug'ilgan kuningiz. Buni unutib qoldingizmi? Ha, mening tug'ilgan kunim. Rahmat sizga. Qani sanab boqay. 1, 2, 3, 4, 5. Ajiba meni rasli kechirmamsiz. Undaq qilmang. Men sizga aytdim-ku. Ikkimizning mijoz kelishmaydi. Biz faqat do'st bo'lib o'taylik. Sigirmda tug'ilgan kuningni so'ng o'tkazishing kerak. Shunga bir qo'yni so'yib yeylik. Taşkını. Taş, bir yaş piva kesin. Yak, kahve bilen Coca-Cola kesin. Aslanıma konurga olib qilib yeylik. Qandoq dedi? Askar, Ömek başlığının telefon kaptı. Tut bakın. Onda emas bu. Ömek başlığının telefon kaptı mı? O senin tug'ilgan kuningni tabriklab telefon urgan o'xshaydi. Anlasa oyununla zor alışıklı erişipti. Size bugünümüz için şan şeref keltirdinler. Sizlerini tebrikleymen. Menimce kırmınlarımı taza yakşıdı ha. Şundaq. Doktan boyunca kılan kırmınlarının bir kısmını bizge tapşırırsızlar o deymen. Ömrümüzge yığdın çalığı hesapları almak istiyor. Pulunu tezrek evet bergen bolsаңlar. Başlıq. Biz texi oyunda yaqındalı başıldık. Texi pul tapamadık. Boldu. Tezrek evet veringlar. Başlıq. Bu Biz texi yuqorqi topshirig'ida pul topolmagan tursak. Tapdiq, biroq hammani hajlab bo'ldik. Eng yaxshisi qo'ylarni setaylik. He? Bu qo'ylar qanchalik pulga yaraydi? Pulni deb qo'sig'imizni osh qo'ysak bo'lmaydi-da. Uning bilan korimiz bo'lsin. Emasmi? Bo'lmaydi. Biz degan jahon kesib yuradigan dolarliklar emas. Davlatning kadri. To'xtam bo'yicha pul topshiraylik. Hey! Başlık! Bu yerda tamoq etsak bo'g'idak. Mana bu yerda. Hey köpçülük, bana bu yani hacetxana qısaq boğdu. Tamoq yeb bo'lgan ekan, bu yerda aramasak bo'g'idak. Hay, bu uy kirib qarab Ha. yiqilma. Bu uyni ambar qilib nasi keraklarni musha qo'ysak bo'g'idak. Rapitsni o'ylida ip basak bo'g'idak, ha? Mana bu bizning hujrimiz bo'lsa qanday? Başlıq. Bu öylərini Xudayım bizgi bədi. İki tərəfdə işkir taşqır işkiyə qız öy barkən. Ayarlar işini yazsın. Xətər buludu. Bu Bu öyle, bu dedik ya. La. Rastım neysən bu öylə kiçigrəkkən. Şundaqdımı bir şey turmay amal yox. Biqalıq öylə emasmı? Qandaq qiyinçilik bolsa Şu emasmı? kirib ketələyimiz. shundoq qilaylik, hurmatli boshliq. Biroq kechida hojatxonaga chiqmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Bu naiti asan iş bu. Eğer keçide sırtı çıkmakçı bolsanlar, işkini çekip meni çakırsanlar, ben sizler bilen birge çıkımı. Biz bilan birga chiqmoqchi bo'lsangiz, jinsingizni o'zgartib kelsangiz bo'ladi. Agar kechada hojatga chiqmoqchi bo'lsak, biz qizlar bir-birimizga hamroh bo'lib chiqsak bo'ldi. Ne bo'ldi? Ha? Ne bo'ldi? Turinglar. Yılan bakyan ko. Ne iş oldu? Yılan. Bu öy gireniyken Adem çakmaydı. Rostla chaqmanda. Bu yılan kaldırgan izken. O yer qaranglar. O küçük yılan.
Bu çoğun yılanın oğlu. Bu oyunun içi bekli kızıp gitti o. Aka, qo'rqotin sen. Bu uyda qizlar tursa bo'lmagadek. Qanday qilamiz? Boshqa amal qilaylik. Bu ömekmi tası kızıkken. Biz özümüzün özümüz bakkanken bulmadı mı? Yani idare pul төлep neymi kılımız? Endi bunchalar pulni nereden topamiz? Alqinimizga kirib bo'lgan pulning hammasini xashlab bo'ldik. Hammani qilgan o'zimiz. Obdan bo'pti. Yilon keldi. Hemen kıgan siz. Va pulun hemisiga koyulup, isi yasakları yetip yet, içip tügettik. Hem de idarıqı nemen topşırımız? Şaptını ekeplense, bağda oturup yegендek yeysiz. Hem de kuruq gapni az qilib, amal tepin. Aka, qara. Başlayıq. Pul tapadigan bir yaxshi amal bor. Qo'shilamsiz. Qanday faqa? Ko'pchilikdan so'rab baqay. Hozir yezlarda kim eng boy? Kesbi aile. Kesbi aile bilen bizden ne münasebetimiz var? Yezdiki birasi bizni uyga taklif qilmoqchimamdi. To'g'ri. Boy men bir dehqon bilan ko'rishdim. Uni Yantaqli kentidagi do'p tikish kasbiy oilasiga uyatgan. Ular bizni bir mayda o'yin qo'yib bersin debdi. Yantaqliq kenti. Bu yoq qayerdan? Bu yerdan 100 kilometrdan jiqroq kelandiki, dadamning aytib berishicha, uyaga berish uchun bir tog', bir jilg'idan o'sak ondan bor ekanmiz. Shuningga diqqat qilishinglar kerakki, u yerdagi ayollarning hammasi yuziga chimbal tortib olgan ekan. To'liq sirli ekan. Şunan qaraganda ular bekli chiroyli o'xshamamdi. Ha? Tezroq qo'yaylik basa qanday? Ha? Yuringlar. Ondaq bo'lishini atayin. Ular chiroyli bo'lmag'achqa yuziga chumbal tortib olgan gap. Shundoq. Jahonni faqat sizlar chiroyli. Bo'ldi qilinglar. Talashmanglar. U yerdagi ayollarning sat chiroyli bo'lishi bilan sizlarning nima ko'ringlar? Meningcha pul topqili bo'ladigan ish bo'lsa, qancha kichira, qancha chat bo'lsa, shuncha yaxshi. Unda yerlarda pul xashab yurmaymiz. Birar ming qo'y tepib olsak, idoraga topshirganini topshirib, qolganini o'zimiz xashlamandik. Balkim u yerga berib, nurg'un pul tepib kelamdik texi. Boshliq, bir qarorga keling. Bo'ladi, shahardan yiroq tog'liq kentlargacha berib o'yin qo'yish bizning vazifamiz. Biz Yantaqliq kentdagi kasbiy oiladagilarning taklifiga binoan u yerga berib o'yin qo'yib Nimaga vaqiraysizlar? Hammalar to'xtanglar. Nima varan turi qilsizlar? Kentimizga o'yin qo'yganlar kerak buva. Mama. Buva demay. Tog'ada. Bayan nima dedin ha? Tog'a, kentimizga shotxo'ram do'lan o'yin qo'yish atiribdi kagidek. Yo'q gapni qilma. Hozir nadimi o'yin qo'ydigan do'lonliqlar bo'lsin. Bu degan 30 yilning oldidagi ish. Ha, sen bu gapni qilib nima qilaman? Bo'ldilar. Berib o'yinini o'ynash. Bak. Prosta o'timiz. Shu emas. Hey, qarala, bu yana Oyshaning yoniga ketdi. Oyshan bu yil orang yugurdi. Erim ajrashib ketgan xotin uni qandaqmi munosib Haqning gapini qilishmay, o'yin qo'yish imkonini qachon keldigini so'rab qo'yaylik. Kent boshlig'i, Oyshan tekstgan o'yin qo'yish atirti qachon keldi ekan? Avval kim bilan onu tortib bilib, ondan bo'lsa olni so'ranglar. O'yin qo'yish atirti raqibaga o'xshaman do'st boraylik. Yo'qlar berib qaraylik. To'xtanglar. To'xtanglar o'tma. Hey! Bu işte yugurib nag bor ekan. To'xtashda o'tma. Kent boshlig'i, Oyshan taklif qilgan o'yin qo'yish atirtiga kelibdi. Ular o'yinni hozirlab boshlagudak. Shunda biz ilgiramay qolamizmikin deb oldirib ketyapmiz. To'xtanglar da o'tma. To'xtanglar.
Bu mingshinglarda yantaq katta tog'lari titrab ketdi. Yer yuzi yerilib ketdi yana. Tehri. Baxti. Ertadan kechgacha ot uloqlar bilan birga bo'lib, xuddi hayvonning o'ziga o'xshab qolsa. Tag'a, boshlang'ich maktabni bitmagunga 5-6 yil bo'ldi. Mening ishlarimga ozroqmi ko'ngil bo'lmadingiz. Shunga men o'yin qo'sh atirda yordamlashamga degandim. O'yin qo'sh atirdi bilan ko'ring bo'lmasin. Hamsi men Yavatqaning, kichvatqaning nereden keldi? Bir necha kun ishlarimga yordamlash. U yerda yurib, yuzimni to'kirgan ishni qilma. Tag'a, meni o'zingizga katib qilib olgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Undaq bo'lsa bir necha kun ifodangga qarayman. Bo'ladi, men cho'qim yaxshi ishlayman. Keldingizmi? Mayli. Bu nas bosgan o'yin qo'yish atirdikilarning kasofatidan kantimizdagi kishilarning tamkinlik, salobatligi yo'qolib ketdi. Bo'libmi ayollar? Ularning hammasi oshiqlardek bo'lib qoldi. Burroq shundoq bo'lishini bilgan bo'lsam, hali xotinning gapiga qo'shilmaydim. Ber, qarab boqay. Bu xotin hozir nima ishlarni qilyapti ekan? Cho! Qo'zichoq qo'rqmag'in. O, shetgan undaq chiroyli, ha, akila? Ben ko'r faqay, ha? Vah. Hey! Opang qani? Kent boshlig'i tog'a, hammanglar meni haydaydi ekansizlar. Mening ismim Ablajon. Nima undaq to'la gap qilgandi bu? Hamsa, momon qani? Momam bozorga noyoq turg'ili ketdi. Opang heliq ayollar bilan nega ketdi? Opam u ayollar bilan yilla sirtga chiqib ketdi. Opang chiroyli yasinib chiqib ketdimi? Shundaq opam chiroyli yo'sinib, qoshlariga o'sma qo'yib, heliqi shahardan kelgan o'yin qo'yish atirdini kutib olg'ili chiqib ketdi. Bildim. Kent boshlig'i keldi. Bu yoqqa kelma. Kent boshlig'i o'yin qo'yish atirdigilarning keladiganligidan xabaringiz borku. Men ularni yo'lni topolmay qolamdikin deb ansirab oldiga chiqishim. O'yin qo'yish atirdi. Ular kelmay turib kentimiz xuddi qaynayotgan bir qozon sho'rpiga o'xshab qoldi. Unutib qolmang. Siz degan erdan ajrashgan bir ayol. Biroq ularning oldiga chiqishimga o'zingiz qo'shilgan-ku. Mening siz yanlardan bilan qaytib ketdim. Sizning bu kiyinishimiz, harakatlaringiz salohiyatingizga faqat mos kelmabdi. Men sizga yaxshi bo'lsin deb shunday ta'timan aytdim. O'yinimizni ko'rish uchun necha 10 kilometr jiroqlikdagi yezgan odamlari bu yerga yig'ilishdi. Buning bilan bu chat ham uzun yil bekinmichilik holatda turgan Yontog'liq kenti odam dengizga aylandi. Kelik. Tinchlar olma. Tinchlar. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? 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 Bu chechingiz rostchashmi, yolg'onchashmi? Bu degan yolg'onchash. Bu ulg'onchash. Jiddiylashma. Tushundim, xotirjam bo'ling. Bizni taklif qilgan yiliq ayol kelmadi-ku. O'yinimizni o kelgandan boshlamdi qandaq. Albatta saqlaymiz-da. Bo'lmasa bizga pulni kim berdi? Boy men so'rdim. U cho'qim keladi ekan. Biroq men uni tonimayman-da. Mana shuni qaramam degan.
Çıran kiyimimizi yengişli olaylı. Esen, taş, mikrofonum aldı. Esen, mikrofon onun belki. Etraf başlayayım ana. Köpçülük, oturunla. Köpçülük, oturunla. Oturunla, hey! Sevdikiler, oturunla. Simit! Apa, qarang. Dal o'zi. Asli u mushkentlikanda. Nima deb taklif qildi debdimi? Qarag'anda u mushkentdagi alohida shaxs o'xshaydi. O kent başlığının ayağı hoşmamdı. Tag'a. Ha? Nimish? Meni aldыңlarga apam əvətdi. Apam sizlərni qandaq işi bolsa meni izləsin deydi. Elə kichik akashning naqsini pekmi anlığım batdi. O akash girim qilyotdi. Opam gap qilishni bilamda. Apam 25 yoshga kirgan tursa nemishqa gap qilolmag'idek. Rasul shundoq ekanda. Opam qani? Kenet başlığı Abdullah tağam apamni elib ketdi. Mundaqda. Sizlərning o'yininglarni apam o'rnida men ko'raman. O'yin tugagandan apam meni ag'ili keldi. Appa hukam, o'yinimizni apamning o'rnida obdariq ko'ygan. Apam kelganda uningga o'yinimizni bek yaxshikan deb qo'ygan. Uqdingmi? Uqdim. Qara, o'yin boshlandi. Ehtimal o bizden pulni ko'zlatganligimizni bilib qolgan o'xshaydi. O qo'lidagi pulni tortib olishimizdan qo'rqib, bir yerga mumkin bo'lgan gap. Bu unda qachon ish emas. Askar, bu yerga bir dehqondan anglasam, 30 yil ilgari to'lan san'atchilari bu yerga kelib bir maydon o'yin qo'yib bergan ekan. Ana shundan e'tiboran bu yerga o'yin qo'ydiganlar kelib boqmabdi ekan. Kent boshlig'im kelmagan o'xshaydi. Mening nomerim keldiganga yana ozroq vaqt bor ekan. Men kentni oxlib kelayman. Ha? Ma'qul. Kim? U yerga kim? Korkmang. Siz kim bo'lasiz? Nima chiqib yerim yukinib yurisiz? Bu sizning yaqlig'ingizmi? Korkmang. Lan, eling. Hey, qochmang. Qochmang deyman. Ha? Siz? Hey, to'xtang deyman. Qochmang. To'xtang deyman. O zot kimdi? Eğer bugün geçtik oyunumuz bu yerdeki amına hayacan salalısa, ular bir sahneye çıkıp biz bilen usulga tushsa, o çağda bu namrat kentga bekah kelgan bo'lardik. Qarang, ularning turpliga xuddi yog'ochdek kulishni biladi ekan, sahneye chiqib usul o'ynaydigandek qilmaydi.
Ularni boş çağlamang, ularning ostidagi yoshli cho'nlari ayni vaqtdagi do'lan naqmalarini ko'ygan. Obdan düşünün. Ular adamdan başqarısı boysunmaydigan bir top yavu atlar. Belki çıkımda kalmay, ular bizden kentini onudumda qilib o'tishmoqqa. O chog'da men bu kontrolligim yo'q deman. Onun ustiga hali top tikish korxonasidagi nurg'un ayollarning eri yo'q. Kent boshlig'i. Anglasam, nahiyaga shahardan o'yin qo'yish atirib ketdidak. Ular muqam etalaydigan odam evatib, ularni bizning kentga kelib o'yin qo'yishga taklif qilsak qandaq? Bu o'yin qo'yish atirti bizning kentga xushalliq olib keladi. Ma'quldang? Ular o'yinni bekor qo'ymaydigan-ku. Siz menga bergan hali pulni ishlatmay saqlab qo'ygandim. Amsa, bo'pti, ha? Qo'y. Qandaqroq? Meni kechiring. Ishqisi yo'q. Ishqisi yo'q. O'z vaqtim nima bo'lgan. Qandoq bo'lib bu ayolni gapga kirib, bu yavoylarni bu yerga taklif qilgandim. Bularning o'ynaganlarini sen atdigili bo'ladi. Bular ayinchoqdagi do'lon nag'imlarini qo'liga sumib qo'yib beramaydi. Men atla bularni kamdan haydab chiqaraman. Kemik başladı. Haqiqiy do'lon nag'malari butunlay tugishibdi. Çıkınlar. Lan oynanlar. Çıkınlar. Oynanlar. Bu yak oynanlar. Yine takıla. Sizlermiş oynanlar.
Yaxşı ata qılğın. Acaba Allah'ım, xoşal xuram peyqirab yürüvatamdıqandı. Ben özümü leylab durvatqanı his qılıvatım. Xuddi bir parça istek, bir damla şamaldek, çaçma gül bergüsüdek. To'xtab turing. Ha, madem usul o'ynavyapsiz, siz nima deb ketasiz? Ismim Asqar. Mening ismim Aysha. Bu yerga bizni siz taklif qilgan-ku deyman. Shundoq. Bizga xo'shallik etganinglar uchun sizlarga rahmat. Na, sizni usulga tortsam bo'ladimi? Albatta. Albatta bo'ladi. Qani, marhamat. Bekri. Ma, ketamiz. Oy, tağa qo'zg'imda qag'irib ketdi. Oy, ma'mayaptim. Asqarning uni usulga tortadiganligini biletdim. Men buni albarim parast qilgan. Asqar bu sahrali xotinga nimachilik qilib ketadigan-da? Asqarmi toz bir o'shmi ko'ringan. Bu nima deganingiz? Nima deyotganligimni tushundingiz? Bu kasbiy oila bilan munosabatni yaxshilamasa, uni olgan pulni qanday qilamiz? Sizningcha, menmi o'shmi ko'ngilmi? Siz ko'ngil degan narsa yo'q. Hey, minalar. Avvalgi yepinchoqli odamni ko'rdingizmi? U mushkantning boshliqi. Siz berib uni usulga tortib o'tirib tushiralım. Sizlarning mushunda xiyolinglarning borligini biletdim. Bo'ladi. Qarab turinglar. Hey, minalar. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Sevimligim, siz qachondan beri meni boshqurdigan bo'lib qoldingiz? Siz eng yaxshi naqshingiz aytdim. Bu o'zimning ishi. Ha, sen usulun oyna. Qo'la, tez bo'l. Hey. Hurmatli kent boshlari, o'tdek uliq kelyotidi. Xalqidek o'tin bo'lmasa, o't o'chib qolmasa yana, ha? Siz burun ahmoq yigitkansiz. Faqat ojiz kishilar bir umr hasrat chekib o'tadi. Faqat haqiqiy erkak bunda xo'shallik kunda o'zini namoyanda qilishdan voz kechmaydi. Voy 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 voy. Voy 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 voy. Bu yerdagi tomoshabinlar bek yaxshi ekan. Shunda. Qanday? Yomon ekanman. Unaqa bir ishga g'izgat qiliblar, usulga tushirib Yulinglar, qo'linglarni yuvinglar. Bek yaxshi bo'ldi. Men teatrxonadagi bundaq qizning kayfiyatini faqat ko'rib boqmagan. Qo'limga dapni olganda azalda bunda hayajonlanib boqmagan. Bugun qo'l barmoqlarim o'zimga bo'ysunmaylik. Biz bu yerda yana bir necha maydon o'yinni ortib qo'yaylik bu kentga, ammo bek yaxshi ekan. Sen bir bering. Gulnur to'g'ri deydi. Biz faqat to'yinlar sanitimizga mol oziq to'playamaymiz. Bir necha kun ortiq turaylik. Shu vaqt tomog'inlarga mana men kepir. Eng yaxshisi bizga beradigan pul chapsara qo'limizga tagisi bo'ladi. Qizlarga o'xshab qolsa. Asqar. Asqar, qara. Bizni taklif qilgan yiliq ayol kelibdi. Oldiga berib, yiliq kundagi hisobotni qilib tay. Hozirlik qilamdik. Oldimizga o'tib kelibdi-ku. Berib qo'limizdan alab boqaylik. U bizga qancha pul beradi? Uqmadim. Hasan,
Bu yoqqa kela. Oo, Asqar akani ko'rdingmi? Dana, onun qıçı qara. Maqal. Maqdam. Bu yoqqa keling. Neymiş? İşte. Yaqinroq. Meni avvaldan sizga yeydigan nurg'un narsalarni tayyorlab qo'yibdi. Mangim ozroq ip qo'ying. Baykan on şu an. Bu yak gel. Ben çıkıp bakayım. Ay, bo'ldi oqsoqolliqqa manga. Beçilik ayol gel. Men sizlarga yana bir qatam rahmat aytaman. Bo'ldi. Tuz tamam. Sizga ko'p rahmat. Meni chiqo'ya. Asqar. Bu sizlarning 2 kunlik o'yin qo'yish haqqinglar. Qani, qabul qiling. Bu... Eling. Hey. Hey. Bizga qancha pul beramiz? 100 qo'y. Men bo'ldi. Bari. Bu pul az bo'lib qolgan o'xshamamdi. Ayşem. Bu... Qoida bo'yicha o'yin qo'ysak, bir kechiga 500 qo'y olamiz. To'g'ri, 500 qo'y. Kent boshlig'i. Meni undaq yomon ko'rmang. Men ajrashib qaytib keldim. Mening qo'limdan hamma ish keladi. Meni ev qiling bo'lamdi. Ha? Yan dağlıq kendini taşlap, tağ sırtıdaki jirak nayiga berip ağanın paydası. Köңlümüz ağrısı mı? Yapa tasak mı? Yanıla bu şeyde turga yaxşı. Meyli süt qandaqlı bolmasan, bizim bu yerdimi aşqamaymiz go. Yan dağlıq kentdeki məlli baş boladı ekenmen, sizler herkesimi aşqamayısızlar. Kentning janubidagi hiliq cho'ng uyda turyotsizligi deyman. Chiqqanlar chiqqan bo'lgan ekan, u siz bilan birga tursin. Bu yoqqa chiqib tomoq yeng. Siz tomoq yemagili 3 kun bo'ldi. Kun bo'yi quruqnoq ajrab yursangiz bo'lmas. Talaga chiqib ancha-muncha kun ko'ring. Turmushimizmi kenchi yaxshi bo'lib ketadi. Oysha. Voy. Nima degan chiroyli do'ppilar bu? Hamma. Men bu do'ppilarni o'zim nahiyalab, o'zim tikkandim. Nahiyada yerimni tikib olgan. Bu 3 kun ichida hammani bitirib etdim. Men bu do'ppilarni sotaymikin deyman. Birini 5 qo'ydan sotaman. Hamma, biz bundan keyingi kunlarimizni do'ppi tikib setib, birga o'tkazaylik. Hamma, men nahiyadan kiyim tikish mashinasi, yana ozroq shib ag'ach keldim. Bu uyimizmi shundoq cho'ng bo'lgandikin, do'ppi tikish korxonasi ochaylikmikin deb o'ylayapman. Tikkan do'ppilarni sota olamizmi? Men nahiyadagi chig'imda hukumatning mundaq bir hujjatining borligini anglagan. Bizdek bundaq ish qilg'uvchilarni yakka tijorat qilg'uchi deydi ekan. Biz hukumatga berib rasmiyat bejirsakla qonunli tijoratchi bo'lamiz. Nayda nurg'un odamlar yakka tijoratchi bo'lib, nurg'un pul tepib beyib ketdi. Hozir ularning turmushi shundoq yaxshi bo'lib ketibdi. Shundoq. Buningga hukumat yo'l qo'ydi. Mana shu. Biroq, Oyshem, siz haydab o'tgan ayol degan yomon atoqqa qoldingiz. Uyda o'ltirib do'p tiksangiz bo'ladi. Biroq, sirtqa chiqib sotsangiz meningcha bo'lmasmikin? Kent boshlig'i, bizga yordam qilgan bo'lsangiz. Top satımen toppa. Top satımen. Top bilala. Bu toplarını görüp bakay. Ekil, görüp bakay. Bu top chiroyliqkan go. Tikilishimi shundoq sippa. Nima degan chiroyli to'ppa? Bu necha pulkan, ha? Necha pul?
Bundoq sifatli to'plar hozir az tepildi. Buning hammini olay. Hey, bana setib ber, bo'lindi. Hammini olay. Akilinglar. Hey, siz? Aka, bu to'plarni men olay. Har biriga 15 qo'ydim beray. Qandaq? Bulanda. Voy, degan bu xotinning qo'li kulgan emasmi? Yaxshi aka. Ana o'tmaydi. Aka. Voy, yantaqliq kentiga ip qoqilib bo'lmamdi nima? O o'yin qo'yish atritini taklif qilaman deb ching turilib bir kechada kentimizni ostin ustin qilib o'tdi. Bu xotin menga jang e'lon qilyapti nima? O bir haqiqiy ayol bo'lishni xohlamaydigan o'xshaydi. Tag'a. Nima bo'ldi? Yaramas. Tag'a, tamoq yemiga o'xshaysiz, bundan azroq yeng, ha? Yo'qol. Yo'qol. Odam bormi? Bu soltaklar o'yinni ko'rib bo'liblar. Uyga tikib tutdi-da. Abdulla aka. Abdulla aka, sizni ismiga yerim qolmadi. Asli bu yerkansiz-da. Menga ko'ngil bo'ladigan odamlarning hammasi mening doim bu yerga kelib, suv tuymunining ovozini anglaydiganligimni biladi. Abdulla aka, men sizni oldingizga bir ishni o'tingil keldim. Ayting-a. Abdulla aka, menga hozir pul lozim bo'lib qoldi. Nurg'un pul lozim bo'lib qoldi. Men sizdan yeriqi do'ppilarni setib oldimikin deb so'rab keldim. 1 yil bo'ldi. Korxonadagi nurg'un do'ppilar besilib qoldi. Buningdan sizningmi xabaringiz borku? Pul kerak bo'lib qoldi. Ayol kishi turib, pulni nima qilasiz? O'zingiz shaxsiy ishiltamsiz-ya. Men shahardan kelgan o'yin qo'yish atritining ishini beray degan. O'zdan beraman degan-tingiz g'or. Aka, mundaq ishdi. Ular o'yinni yomon emas qo'ydi. Ularning o'yinini cho'ng kichik, qiyir yosh hammasi ko'rdi. Ham shunda xushal bo'lishdi. Bu yerdagi cho'nglarning hammasi bundaq o'yinni ko'rmagili o'zim bo'pti-kan deyishib ketdi. Hatto sizmi xushalligingizdan o'ttirib tushib o'ynab ketdingiz-ku? Ular qancha pul oldi ekan? 500 qo'y. 500 qo'y? Ular nima degan yovuz? Ular bir oqshom futbolni lig'ishib qo'yiblar, 500 qo'y pul olamdi ekan. Hey. Ayshamxon, endi balo qiladigan bo'ldingiz. Agar bu qitim ularning haqqini berolmaydigan bo'lsangiz, ishingiz chatoq. Ayni chog'dagi do'lonliqlarga o'zini oldigan odamlarning putqulni yerga tekkizmay opirib daryoga tashlab o'tdi. Hozir o'yin qo'sh atratlari bo'lsa, balki sudga arz qilish mumkin. Rasmi? Moshundoq cho'ng ishdimi sizni oldimdan? Aka, o'tinib qolay. Bozorga berib kelgan bo'lsangiz, siz bozorga borsangizlar hamma shal bo'ladi. Ha? Meni qo'yib o'tang. Meni qo'yib o'tang. Adam bormi? Meni qo'yib o'tang. Kim? Nan. Nima ish qilyapsan? Qushqash tutolma. Yo'qol. Siz de menga buyruq tushirgidek bo'ldingizmi? Ha? Siz o'zingizni do'p tikish korxonasining boshlig'i deb o'ylab qolibsiz-da. Yo'q, men undoq o'ylamadim. Esingizda bo'lsin. O'z vaqtida sayyor ishkinglar bilan gapni aniq deyish bo'lgan. Do'p setish bo'lsa o'zimning ishi. Siz hamon buyruq tushirish huquqingiz yo'q.
Beşilip kalgan doplarını bolsa kaçan setiş, kimgi setiş, neye yapırıp setiş? Bulanın hemisi üzerinin işi. Siz arlaşmışsınız burada. Tuttunuz mu? Acaba erkinlik bilen hoşallık. Bana men gün isip olmamdı. Xuda meni cezalashqa başlaganmidi. Kim? Gepinla tüyüyce şükürgüm kelip özemni bektes tutup aldım. Asqar, bu yerda nima qilib yurasiz? Akşamdan beri tügmençi yigitning o'rnida ishlab turdim. O kız dostu bilan ko'rishmoqchi ekan, biroq ruxsat ololmabdi. Shunga men uning o'rnida ishlab turdim. O xo'shalligidan o'qdek chiqib ketdi. Baya tash atgan sizmi? Albatta. Sizga qanday rahmat aytsam bo'lar? O'zingiz yolg'izmi? Yo'q. Yana bir kichik bola bilan chiroyli bir qizmi bor. Kichik bola bilan bir qiz? Boyatin tash etishgan Hasan bilan siz emasmi? Oy. O'qib ketdingizmi? O'ltirib oling. Ma'qul. Nima o'ylayapsiz? Agar qo'ygan o'yininglarning haqqini beramasam, sizlar ustimdan sotqa arz sunamsizlar? Shunday qilishimiz mumkin. Undaqda yuzim to'kilib ketmamdi. Agar siz sotqa tortilib qolsangiz, men oqlayman. Menda rostli sizlarga bagidek uncha ko'p pul yo'q. 400 koy bering bo'lamdi? Yo'q. 300 koy? Yo'q. Menda faqat sizlarga bergan 100 koydan boshqa bir tiyinmi yo'q. Amsa, ularni men taklif qilmagan deb tenib olsangizlar bo'lmadimi? Tenib olsam bo'lamdi. Bo'ladi. Bundaq ishni biz burunman qilgan. Biroq sizlarning o'zingizlarga tushli qiyinchiliginglar bor. Ko'rsatgan o'yininglar yaxshi bo'lgandikin, shuningga loyiq qilsanglar bo'ladi. To'g'ri dedingiz. Amsa, bizga 500 koyni bering. Men sizga dedim-ku, menda uncha ko'p pul yo'q, rost. Siz yakka tijoratchi emasmi? Anglasam korxonangiz bor ekan. Bir kunda qancha do'p tikisizlar? 30 ni tikimiz. Biz qo'limizda tikimiz. Bir do'p qancha pul? 5 koydan 10 koygacha. Ha? Anda bo'lsa sizlar 2 oydala millioner bo'lib ketmamsizlar. Amaliyotda bizning pulimiz yo'q. Chunki biz bozorga berib do'p sotamaymiz. Boya bo'lingan gaplarni sizmi angladingiz-ku? Hech tushunmadim. Sizlar bozorga berib do'p sotsanglar nima ish bo'lmaydi ekan? Chunki biz erimizdan ajrashib ketgan baxtsiz ayollar. Unda hosning bo'pti. Sizning qo'lingizdan ish keladi ekan. Meningcha do'plarni o'zingiz bozorga olib keting. Qo'lingiz necha ayol ishlaydi? 12. Ularning hammasi yaqin atrofdagi yiziq qishloqlardan kelgan ayollar. Ularning bir qismi menga o'xshash erdan ajrashib ketganlar yoki er tugab ketgan ayollar. Yana bir qismi yotib bo'lishga unamay uydan qaytib chiqqan qizlar. Yana bir qismi hunar o'rganib istab kelganlar. Aysham, siz bir to'p baxtsiz ayollarning boshlig'i ekansiz. Aniqki, mushundaq bekinma holatda turgan tog'liq kanatda soxtipaz bir kanat boshlig'i bo'ladi ekan. Besim uchirishinglar muqarrar. Aysham, sizdan so'rab boqay. Siz nima uchun eringizdan ajrashib ketgan? Dadam nurg'un qarziga bo'g'ilib qolib, meni shahardagi birsiga yotliq qilgan. Men u erning qo'lida 3 yil turdim. Dastlabda men ayollarda bo'lishga tegishli noziklik ham muloyimlik bilan unga e'tiqod qildim. O'yjon!
Nasıl kapsız? Birden yetip aram elan. Nasıl kapsız deyman? Birden yetip elan. Yetin. Qılıdı, iş tapanmay. Dop tikip oltadınız mı? Ha? Bularını tikip ne mi kılısınız? Ha? Siz... Mening sizlarga shunday qavsim keladi. Men bir sho'rpeshani ayol. Bir qitim palsa xussam, palchim shunday degan. Undaq demə. Siz texi əmdila 25 yaşqa kiribsiz. Biz bilan tan demək ekansiz. Turmushingiz texi yengili başlanıbdı. Keyingi kunlarda sizga yordamim tegib qoladi degan umiddaman. Juring, korxonangizni ko'rib boqay. Bu yoqqa men. Hamma, mehmon keldi. Ha? Voy, Yaxshimisiz? yaxshimisiz. Appa! Qani, uy kiring. Tunugin oqshom qo'ygan o'yininglar shundoq yaxshi ekan. Qani. Kiring. Rahmat. Fatimam. Rahmat. Qani. Qani keling. Guli, Ha? mehmonga choy qo'ying. Uyinglar bekkan ekan, ha? Shundoq. Ichida do'pit ekansizlar? Ha. Kirib boqaymi? Bo'ladi, qani marhamat. Bizning bu uy sal qorong'u. Birdan keyin ko'nib qolasiz. Qani, o'tiring. Bu uy o'nkirga o'xshaydi ekan. O nemishqa karvatdan ostida kirib oldi. Axtar. Qo'rqmang. Bu yoqqa chiqing. U bizni yo'qlab kelgan mehmon. Qo'rqmang deyman. Qani, o'tiring. Qo'rqmang. U bizni yo'qlab keldi. Qo'rqmang deyman. Yo'q. Men qo'rqman. Siz qo'rqmang. U tunugun daryoga tushib ketgan. Shunga azroq qismisi o'rlab qolgan o'xshaydi. Yo'q. O mendan qo'rqayotgandek qiladi. Bu nima uchun? Biz degan xalq xo'shallik etib keldigan o'yin qo'yish atirdi. O'tiniga o'yin ko'mganmi? Ketim. Bu yerda butunlay menga o'xshash bechora ayollar bor. Ketim. Haqqa xo'shallik beg'ishlaydigan o'sha umidingizga ketim. Bu yer butunlay. Mushu bechora ayollarning ko'z yoshi bilan to'lg'an. Berib naqshi etib usulimizni o'ynang. Ishingizda qani yo'l bo'lsin. Aysham, sizga nima bo'ldi? Sizga yordamim kerak emasmi? Yo'q. Siz degan shahardan kelgan o'yin qo'yish atirtining boshlig'i. Siz bu sahrodagi ayollarning ko'zidan nemishqa buncha yosh to'kildiganligining sababini bilmaysiz. Bu qizchaning ilgari baxtli kunlar bo'lgan. Hozir butunlay barbod bo'ldi. Endi 18 yoshga kirgan qiz 2 qatim yotliq bo'lib qoldi. Bir qatim uning dadasi maslikda. Uni birsiga yotliq qilgan ekan, u uzun o'tmay bu qizning xetini berib o'tibdi. O texi balla bu. Qo'rqmang. Sizlar hammani joyida. Xo'shal-xo'ram baxt naqshlarini aytib yurgan chig'inglarda bizga o'xshash hozirgacha ko'zdan yosh qurmagan ayollarni xayolinglarga keltirib baqdinglarmi? Bu miskin ayollarni ko'rib ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Ilgirki xo'shalliklarim butunlay ko'pikka aylandi. Qiziq ish. Men texi o'zimni xalq xo'shallik beg'ishlag'uchi deb hisoblabdiman. Ayşe,
Tikkan do'ppilaringizni mehmon ko'rsatmamsiz. Qani marhamat. Tag'a, yuring. Qani, bu yoqqa. Nima degan chiroyli manzara. Mana bu chiroyli do'ppilarni ko'zidan yosh qurimagan bechora ayollar tikkan. Tutmangmi? Uni tutmangmi? U men tikkan do'ppi. Men bu do'ppi egisini yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'raman. Aysham, bu do'ppini menga bersangiz qanday? Yo'q. Ketaman. Ketamsiz? Ha, xo'shamsiz. Xo'sh. Kasbiy oila turib, bir atimama pul yo'q ekan. Nima degan ichinishliq ish bu? Öydeki sava sırtqı to'g'ri kelmabdi degan shu-da. Onun ustiga bundaq bekinma joyning borlig'ini men faqatla o'ylamabdi ekanman. Qaraganda bizning bu yerdagi vazifamiz tugab qolgan o'xshaydi. Biz endi asta ketadiganning tayyorligini qilsak bo'lg'idek. Siz doim boshqalarning xayoliga kelmaydigan ishlarni o'ylar ekansiz. Men bu yerni yoqtirib qoldim. Bu yer nihoyat xillat joy ekan. Shundaq, men bu yerni yoqtirib qoldim. Yana kelib bu bir alohida joy ekan. Shundaq bekinma holatda turgan kentda islohot etib berish osonga to'xtamag'idek. Shu emas, uning ustiga bu islohotdan shamilimi kelmabdi? Ha, to'g'ri dedingiz, so'yimligim, ha? Ishingizni qiling. Men deganlaringizga qo'shilaman demoqchiman. Birodarlar, biz san'atli turmushimizni tashlab, real turmushga qaytaylik. Biz mushundaq tuvan qatlamda bir mazgil yassak bo'ldik. Bizning yeshimiz oralli 20 dan oshdi. Biz faqat qahva, Coca-Cola'ning ta'min tetigan. Bundaq japaliq turmushning ta'min tetmagan. Men heliqqa kasbiy oilaning turmush ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Men bu ahvollarni sizlarga so'zlab beray. Mening yana bir o'yim bor. Ko'pchilikning meni qo'llashini umid qilaman. Men ilgari xonim qizlarning bu o'tqashda qizil do'ppilarni kiyishini, erlarning mana bu yeshil havorang do'ppilarni kiyib, bu dunyoda texmi go'zal bo'lishini umid qilgan. Ammo hozir bu do'ppilarning qamga isig'liq turganiga o'zim bo'ldi. Buni hech kim bilmaydi. Bu do'ppilarni hech kim olmaydi. Xuddi bizga o'xshashlar. Tag'a, o'yin qo'sh atritidikilar kelyapti nima? Qo'ng'iroq ovoz anglanib turibdi. Qarab boqaylik. Hey. Yaxshimsiz kent boshlig'i. Yaxshimsiz kent boshlig'i. Nima? Ketmoqchi bo'lyapsizlar, ha? Hurmatli kent boshlig'i, biz bu yerni yoqtirib qoldik. Biz yana bir necha kun turib o'zimizga do'st deb olaylikmi deyapmiz? Qarshi turmaydigansiz? Yo'q-ey. Biroq bu yerda sizlarga do'st bo'lg'idek odam chiqmasmikin? Xotirjam bo'ling. Hatto sizmi bizga do'st bo'la olasizsiz. Xo'sh, kent boshlig'i, vaqtimiz chiqsa uyingizga sizni yo'qlab boramiz. Hey! Ko'krakning bor. Musha. Qo'sh. Bekle. Ola. Appa, şerlik artma geldi. Yaxshimsiz. Qani, marhamat. Yaxshimsiz. Yaxshimsizlar. Ayşem, ularni men boshlab keldim. Ayşem, siz bilan so'zlashadigan ish batdi. Asli u misha do'pitkin ekanda.
Bu öyle qaranğı. Talağa çıkıp paranlaşaylı. Ha, bo'ladi. Juringlar. Juringlar. Sirtga chiqayli. Bu odam chiqib ketmay qarab turdi. Herkes korkmang. Biz ülüşkün kölüşken. İnsanız keldimi? Ben sizin yaralanganlığınızı bilemem. Asli putunuz yarılıb degende. Mana, ben size doğru ağaç geldim. Aval bu doğrunu içi bitin. Bu yargı çaplaydigan doğru. Yo'q, yo'q, yo'q. Ben tingib qo'yay. Qo'rqmang. Men sizga ziyonkashlik qilmayman. Sizning aqlingizga o'xshash. Bu yoqqa keling. Singlim, qo'rqmang. Biz tünügün keç yığın açqanda askar bu yerda bir qizning qizib yotganligini aytgandi. Men cho'qim siz deb o'ylagandim. Rastli siz ekansiz. Ayşem, bundaq ishdi. Biz sizga yordam qilishni loyiq tepib, hatto eshak harvularini haydab keldik. Sal turib ishlatgan do'plan harvaq besib, bozorga olib setib beramiz. Siz kechda pul sanashni kutib tursangiz bo'ladi. Top setish kent boshlig'ining ishi. Onunğa dəqiqanla. O qoşulamdı ekan. Nədim ondaq iş bolsun? Do'ppilarning egisi siz tursangiz, meni setishmason qilib qo'ysangiz bo'lmadimi? Shunday qilsak bo'ladimi? Nima ish qilib bo'lmagidak? Siz degan korxona emas o'tirsangiz, uning ustiga biz bor. Qandaq dedim? Korxona boshlig'ining o'shunda huquqi bo'ladi. To'g'ri, biz qaroringizni himoya qilamiz. Biror chataq chiqsa. To'g'ri, biz qo'llaymiz. Asqar, əmsə sizlərinin deganinglardek bo'lsin. Yaxshi oldu. Asqar, siz men qarabmı qo'ymayapsiz? Mening bu go'zal rang ruxsarimni ko'zingiz ko'rmayapti. Qaysi bir erkakning men bilan yaqinlashgisi kelmaydi. Hatto chet eldan bu yerga o'qishga kelganlarning meni yaxshi ko'rib qolganlari bor. Biroq men o'z muhabbatimizni asliga keltirish uchun alkizib yurgan ayollarning o'zini bo'ldim. Men oyoq bosmagan qumliq cho'l jaziralar qolmadi. Mana bu chet yiroq namrak kentda turayotganimga bir oydan oshdi. Qarang, mening poytaxt bileklarimga oftob tikib, xuddi negirlarning terisiga o'xshab qoldi. Buni oz deb, bu yerdagilar mening nomerimni yaxshi ko'rmaydi ekan. Men hozir shunday yolg'izlik his qilyapman. Siz menga ozroqmi ko'rinmayapsiz? Men avval men sizni shunday hurmat qilaman. Sizning biz bilan birga kelganligingizdan to'liq minnatdorman. Ikkimizning munosabatida o'zgarish yo'q-ku. Yaxshi-ku. Siz ikkimizni o'tirishga munosabatdan baklar rozi. Shundaqmi? Lekin heliqi do'ppichi ayol bilan bo'lgan munosabatingizni yana bir baldoq ko'tarmoqchi. Men sizga shuni deb qo'yay. Men kentlik ayollardan so'radim. Heliqi kent boshlig'i do'ppichi Oyshan degan ayolni bakli yaxshi ko'rdi ekan. Askar bizlar bilib olsin, so'ngingizda ichilib qoladi. Hey, meni har ko'rinmaydi qo'y. U atganda nashq qilayotgan chog'da yo'qdi. Hey. Tinchlikmi? Qalb suyunlaringiz bor ekan, ha? Siz ular bilan birga bormadingizmi? Sizningcha men sizga yordam berish uchun o'rlashtirgan faoliyatga qatnashamanmi?
Siz hozir bak xo'shal bo'lib ketyapsiz. Bo'pmi Asqar bilan tugmanda birga bo'lgan kundan boshlab xo'shalligingiz ishchingiz patmayotdi. Siz yolg'ondan xijil bo'lyapman. Men hammani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sahrolik tul xotin turib, qalq suyunlaringiz var ekan, ha? Nimaga kulasiz? Sizning chiroyingiz, badan shaklingiz mo'mininkidan chiroyli ekan, ko'ksingiz mo'mininkidan yo'q ekan. Shunga har qanday erlarni o'zingizga qarab tanlaydi ekansiz. Uning ustiga siz to'y qilgan xotin qanday qilsa erlarga yaxshi ko'ringil bo'ladiganligini bilasiz. Qanday qilsa erlarning ko'nglini erishishni bilasiz. Albatta. Siz mendan ko'p tajribalik. Bo'ldi jo'ylama. Siz bek rahimsiz kelsiz. Har qancha rahimsiz bo'lsam-mu, sizchilik rahimsiz emasman. Men yurtmayman. Erlar kelib endi sizning o'zini topsin. Men sizni rozi qilaman. Voyjon! Ko'zimda yo'qol. Sen o'zingga o'xshash bir ayolni haqoratligidek bo'ldingmi? Bu yerdan yo'qol. Qani, qo'lini ichinglar. Axtarlar ishkinglar, pul ilishqa. Mas'ul bo'linglar. Axtar, men bu qo'lni tanlayman. Qo'lni tanlasam. Kelinglar. Kelinglar. Bu da shunday yarashga e'lon. O'tar tikka. Besray ekan, ha? Ben o'tar tikka. Bu. Tugatdi. Voy, bu do'plarning hammasini chiroyli ayollar o'z qo'li bilan tikkan. Biz shunda qo'lda tikilgan do'ppa ham oilada ishlatilgan nafis buyumlarni izlab yuratdik. Biz bu narsani izlab nurg'un joylarga berib keldik. Oxiri ko'nglimiz Mesleğini so'rab bakay. O ayollarning gulda günleri bakken. Ular yana oilada ishlatilgan kashti buyumlarini tikanda. Masalan, dariz perdesi, dasturxon, yo'tqan deganlarga o'xshash narsalarni demoqchiman. Sizlar ism kartoshkangizni bering. Abdunum rayonluq tashqi savdo idorasidan kelsizlar. Siz va'natdan bo'lasiz. Shundoq. Bu do'plardan xiljiq olamsizlar. Shundoq. Xinjiangning bu kashti buyumlarini chet elliklar va qarindosh o'lgidagi odamlar bek yaxshi ko'rdi. Sizning do'p chiqarxonanglar bu kashtilarni bizga tikib beralami? Ideal mushundoq kashti kerakdi. Axtar, bu yoqqa kelinglar. Axtar, bu yoqqa. Bu yoqqa. Tezroq bo'l. Bu kashtilarni o'z qo'lingiz bilan tikkan. Shundoq. Qudaymi, ha? Ko'rsat. Bek chiroyli. Bunda qilaylik. Biz sizlar bilan uzun yillik to'xtam tuzsak, qanaqa deysizlar? Uzun yillik to'xtam? Shundoq. Vah, ajab yaxshi bo'ldi. Hamda biz berib ketadigan bo'ldik. Siz otiratga yig'ib, men otiratga yig'ib, eshik qachmay. ilk to'lg'im usul o'ynaydigan qizni ko'rgansizlar, o sochlarini xuddi metis qo'yning yung'idek qilyapti. Yana texi xuddi qon ichib olgandek og'zini qiyib qizil qilyapti. Ko'zini bo'yi o'lib ishimni ko'rmay. Bu piydan. Bu yoqqa kelar. Bu yoqqa seni. Bu yoqqa kelar. Hey, bu yoqqa kelar. Birodar, sening isming nima? Mening ismim Bakri. Bakri. Hey. Sen bana kent başlığını tepiş veremsen. Men kino kögülü bağmakçı ettim. Vah! Sizlerinin bir yerde kino koyayım da. Elbette, şenmisin sizni birge ip baray. Maqul, men sen bilen kino kögülü baray. Bırak sen bana kent başlığını tepiş versen cumu. Bana da. Maqul, şunaklaydı.
Siz nima degan chiroyli, siz kinodagi eng chiroyli qizlarga bek o'xshaydi ekansiz. O'shanda. Hey, kinoni nimda başlamaydı ha? Aldırmay turing, hozir boshlaydi, ha? Tek içim pishib ketdi. Kinoni qachon boshlaydi so'rab ber. Tezroq qo'ymansa. Kinoyingni qo'ymansa. Nimaga aldaysan? Apparat buzilib qoldi, hesab qilmadim. Apparat buzilib qoldi emasmi, ha? Bo'ldilar, pek içim pishib ketdi. Bu yerdan ketaylik. Bu yer kahramoron churinkan. Chiring ha. Kino tekimini Berib, kent boshlig'ini izlaylik, chiring. O ayada. Siz kimsiz-ku? Meni tanıdыңызmı? Mening bu yerligimni qanday bildingiz? Meni u boshlab keldi. Yaramas, yo'qol! Ma'qul, yo'qolay. Usulni yaxshi o'ynaydi ekansiz. Sizmi yaxshi o'ynaydi ekansiz. Meni biror ish bilan izlab kelganmidingiz? Mening siz haqiqiy erkak emas ekansiz. O'z vaqtida mana bu suv tugminni xalq ommasiga men qo'mondonlik qilib yasab chiqqan. Hey, u degan o'tib ketgan ishlar. Mening demoqchi bo'lganim, siz qo'l ostingizdagi bir tul xotinni boshqarmayapsiz. Sizga bakli ichinyapman. Nima? Bu nima bo'pti? Sizning uni yaxshi ko'rganligingizni bilaman. Biroq u xotin besilib qolgan do'ppilarning hammasini o'yin qo'yish o'maktikilarga berib, bozorga olib sotqizib etdi. Kim shundoq deydi? Men da'vatman. Buni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ishonmasangiz berib qarab beqing. Bu xotinniz! Ayşem. Bu yoq chiqing, siz deydigan gapim bor. Yaxshimsiz. Mening Ayşemga deydigan gapim bor. Kent boshlig'ining Oyshamga deydigan gapi bor ekan, biz chiqib turaylik. Eyliq do'ppilaqini. Abdulla aka, gapimga quloq soling. Qulog'im sizda. Yana qanday sabablaringiz bor ekan, ayting. Manga azroq pul lozim bo'lib qolgan. O'yin qo'yganlarning pulini bermoqchi edim. Yana Axtar degan baxtsiz qizga yordam qilmoqchi edim. Baxtsiz qiz? Siz degan erdan ajrashgan tul xotin. Yana qaysi yuzingiz bilan haqning ishiga aralashsiz? Siz shu qarang. Eng yaxshisi o'zingizni obdaroq boshqarib oling. Anlasam, siz yana odam tiliga ilishib bo'lmaydigan ishlarni qilib yuribsiz. Borasmi? Yo'q, gapni qilmang. Bu menga qilingan haqorat. Nima shu do'ppilarni boshqalarga berib o'tsiz? Ayting, siz ayting. Sizning meni boshqarish huquqingiz yo'q. Siz yaxshi ko'rdiganligimni hamma odam biladi. Necha vaqtdan beri men sizga oz yordam qildim, ha? Mush qilgan yordamim uchun bo'lsa-mu, bugun sizni obdaroq adablab qo'ymaydigan bo'lsa. Ayşem, ben bo'lsam kent boshlig'i. Siz bo'lsangiz erni ajrashgan bir tul xotin. Lekin shundoq yaxshi. Necha yildan beri men sizni xotin qilishni o'ylab kelyapman. Men sizni kunda ko'rib tursam-mu, lekin qalbim shundoq azoblanayotdi. Mana shu azoblar meni boshqa bir odam qilib qo'ydi. Bo'libmi, o'yin qo'sh atirib kelgandan keyin mening azobim texmo ig'irlashdi Ayşem. Sizga shuni aytib qo'yay. O'yin qo'yish atirda tikaylik asqa degan narsaga men shundoq
Düşüp ketdim. Yurttaşlar, biz oyun qo'yish atritidagilar sizlarga nima yomonlik qildik? Bırak et onu askı! Top satkan pullarını bir yere koyup derhal kentimizi kitiş. Yandalı kenti ikinci kent boşma. Bu yerde kitiyoruz. Bu yerde kitiyoruz. Gelin la! Nima qilmoqchi? Urishmoqchi bak. Voy, ular urushyapti-ku. Hey! Oyun koyuş atritidagilar. Sizlar nimada bizning kentimizdan ışık arışyapsizlar? Ha? Bu ishni biz to'p tikish korxonasining boshlig'ining havolasi bilan qildik. To'g'ri, to'g'ri. Oyshan degan xotinni eri taloq qilib o'tgan. Uning gapi hisob emas. Ajiba oldingi kuni bizning o'yinimizni ko'rgan chog'da uning gapi hisobga elinib turgan, buni unutib qoldinglarmi? Xotnimdan anglasam, o'yin qo'yish atritidagilarni Oyshan pul chiqarib taklif qilgan. Onda quruq gaplarga ishonmanglar. Ben degan kent boshlig'i. Oyshamning puli, mana mening pulim. Sizlar dop satgan pullarni menga berib, bu yerdan darhol ketinglar. Ketinglar. Voyjon. Yurttaşlar, urusmanglar. Hakam bu yoqqa. Sen Aktaredanga hamroh bo'lgandan beri qarab boqay. Yurttaşlar, urusmanglar. Bunday. Öz odam turib, bu shunday so'qishib yursak, sat emasmi? Abdulla aka. Dadamdan anglashimcha, 30 yil ilgari u bir belak do'lan nag'mishlarini boshlab, sizlarning bu yontaqli kentga kelib o'yin qo'yib ekan. Ularning ichidagi bir kirishgan do'lan yigiti bu kentdagi bir go'zal qizni yaxshi ko'rib qilib, yuraklik bilan uni bu yerdan olib ketib ekan. Garchi heliqi qiz olamdan o'tgan bo'lsa-mu, uzun yillardan keyin heliqi yigit mana mush kentga qaytib kelib ekan. Atdın tushing Abdulla aka. Ben davatgan o yigit dal sizg'u deyman. Abdulla aka. To'g'ri, o'lib ketgan qiz mening hammom bo'ldi, ismi Lola. Hey, qo'linglarni tashlanglar, qo'linglarni tashlanglar. Bu so'zni tanidingizmi? Onet. Bu dolan nag'machilarning ustozining ismi. Siz bu so'zni chep baqqan. Abdulla aka, qaraganda siz dolanliqlarda bo'lish tegishli ro'yingizni yo'qotgan o'xshaysiz. Tosh dolan muqam ustozi Ahmetning o'g'li. Bilamanki, bu ishlar sizning o'rinlashtirishingiz bilan bo'lgan. Bilamsiz. Siz o'zingizning g'ururiga, huquqiga muxolif ish qilib qo'ydingiz. Men sizning ilgari xalq xo'shallik ib kelgan dolan san'atkor ekanligingizni o'ylamoqdiman. Siz kichkina huquqqa erishib olib, kishilarni erkinlikdan, baxtdan mahrum qilsiz. Axtaradan yüzünü yıkap tatavağın bir er kişi o tarafga ip kaçtı.
Aktan. Gelin kızım. Aktan. Kurban. Kurban. Kızını derhal Ayşem'nin karxanasına apırıp be. Kızını yine satadigan bolsang, men seni Yantaqlıq kentidan haydaydiman. Aldımı? Hay 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 hay! Men oynaydı. Mening usulumni asqanigida qilishmaydi. Qani hammalar chiqib o'ynanglar. Men yoshligimda do'lan talabkor edim. Usul degani mana mushundoq o'ynaydim. To'g'ri bir o'ynanglar-ku. Kiranglar. Kiranglar. Aslan o'ynanglar. Yaxshi. O'ynanglar. Usul degani mana mushundoq o'ynash kerak. Boshqalar bilan birga mangmabsiz-ku. Men bu mashina bilan shaharga kirib, chet elga chiqadigan ishim to'g'riliq Nevra akam bilan so'zlashmoqchi edim. Boshqalarga siz deb qo'yasiz. Aslida bu o'makka qatnashmasangiz bo'pti ekan. Men faqat sizni deb bu o'makka qatnashgandim. Sizdan intayin minnatdorman. Shundaqla afsuslanaman. Keyingi pishman o'ziga dushman degan gap bor. Sizning kasobatingizdan bir maydon qirg'inchilik yuz bergani oz qoldi. Bu siz uchun. Hey. Söyish bilan o'chmalik bir vaqtda mavjud bo'lib turolmaydi. Mashina edim. Stop. Mashina to'xtating. Men tushib qolaman. O cho'llikda tushib qolib nima qilasiz? Shaharga borganda ondan tushib qolmamsiz. Yo'q, tushib qolsam bo'lmaydi. Xayr, xo'sh. Xo'sh emsa. To'xta. Men tanımadыңызбы? Men Bekri. Uzun bo'ldi ko'rinmaysiz. Nega berib keldingiz? Men shaharga berib kino qo'yishni o'g'itish kursiga tizimlab keldim. Keyin shaharga kirib o'qiyman. Ha. Bekri, biz yomon illatlarimizni tashlab, yaxshi odam bo'lishimiz kerak. Albatta, traktor chiqib oling. Bo'ldi. Rahmat sizga. Men atrofni ko'rgach. Piyoda mangay. Sizlar ketaveringlar. Bo'ldi demsa, men cho'qim yaxshi o'qib, kentimizga sharaf keltirman. Kentimizga yana o'ynag'ili kelsangiz, yana yiliq kino qildingizda. Men cho'qim ashab ishlayman. Asqarmisiz? Shundoq. Anlasam, siz bu yerda qolib qolibsiz. Ozroq bir narsa yozay deb bu yerda qolib qoldim. Axtarning 3-chi qitimliq to'yini men buzib etdim. Men uning dadisining adabini tozib berdim. Endi bunda ishlar yuz bermaydi. Anlasam Axtar to'pi tikish korxonasiga ish chiqibdi-ku. Anlasam, kentimizga bir sekretar kerak. Kent boshlig'ini boshqadan sayliqdaymish. Yaxshi bo'pti-ku. Sekretar kelib, sizga yordamlashsa, zimmangizdagi yuk yengillaydi emasmi? Qarang, chochlaringiz tushib ketibdi. Men Ayshamga deb sizga bir do'ppi tiktirib beray. Yo'q. To'yinglarni qachon qilaylik o'tisizlar? Buni texi
O'ylashmadik. Onu cho'qim amringizga edim. O yaxshi bir ayol. Men unga yuz kelmayman. O tarafdagi mening temi o'rilib tushdimi nima? Tugman o'rilib tushmabdi. Suv to'xtab qilib, chaq pelak cho'kilmay qoldi. Yolg'on aytyapsiz. Men yolg'on aytyapsiz. O'ylab beqam. Cho'nchilar cho'ng tugmanning temi o'rilib tushsa, ikkimiz bu yerda bexarama paranglashib tura olamdik. Beshingizni burab qarab beqing. Yo'q. Yo'q. Qaramayman.